Kanalimga hoş geldingiz. Mana bunday ramashka gullik machalka to'qidim. Men buni hozir yashilini to'qimoqchiman. Men ozgina boshladim. Boshlang'ishda har zamongi bu 6 dona zanjir olib doira shakliga keltirib oldim va ichidan 6 dona mangiz chiqardim. Oralariga 2 zanjir chekdim. Oxirgi qismini ko'rsatib bermoqchiman. 2 zanjir chekkandan so'ngra mana bu mangiz tepasidagi xonadan mangizimizni chiqaramiz. 2 3 mangizni boshini birlashtiramiz, ya'ni berkitamiz. Tepasiga 1 2 3 mangizni boshini berkitmasdan hamon pastdan ikkinchi mangizni chiqaramiz. 1 2 3 2 mangizni birlashtiramiz. Oralariga 1-2 zanjir chekamiz. Ya'ni qo'lingizni ayariga ko'ra 2 yoki 3 dona zanjir cheking. İpimizni almashtiramiz, ya'ni ramashkasini chechagimizni to'qiymiz. Bu arada yashil ipimizni kesdim. İpimizni almashtiramiz va oq ipdan davom etamiz. Boshlang'ishda har zamon kabi birinchi mangizimizni chiqaramiz. 1 2 3 boshini berkitamiz va 3 mangizdan davom etamiz. Tepasiga 1 2 3 birinchi mangizimiz. Hamon mana bu pastdan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. Keyingi xonadan 3-chi mangizimizni chiqaramiz va 3 mangizni birlashtiramiz. Bu shaklda. Oxirida 2 dona mangiz bilan ko'paytiramiz, ya'ni 2 mangizni olib birlashtiramiz. 1 2 3 pastidan 1 2 3 2 mangizni birlashtiramiz. Bu shaklda yana bir mangizga ko'paygan bo'ldi. 1 2 ya'ni tepadan qaraganda birinchi qatorda, ya'ni 1 mangiz, keyingi qatorda tepadan qaraganda 2 dona mangiz bo'ldi. Bu shaklda davom etaylik. Bu shaklda to'qib keldim. Davom etamiz. Har zamon kabi bir mangiz olamiz va tepasini berkitamiz. 3 mangizdan davom etamiz. Tepasiga birinchi mangizimizni qilamiz. 1 2 3 hamon pastidan ikkinchi mangizimizni olamiz. Keyingi xonadan, ya'ni mana bu o'rtadan ipimizni almashtiramiz. Ya'ni sariq ip bo'lishi kerak edi. Men qo'l ostimda borini to'qiyman. 3-chi mangizimizni keyingi xonadan rang almashtirib chiqaramiz. 1 2 3 va 3 mangizni birlashtiramiz. Bu shaklda 1 2
3. Pastidan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. Keyingi xonadan uchinchi mangizimizni chiqarayotganda ipimizni almashtiramiz. Keyingi xonadan 1, 2, 3. Bu şekilde 3 mangizni birlashtiramiz. Oxirida ikkili mangiz bilan ko'paytiramiz. Bu arada iplarni orasiga olib ketishni unutmaylik. 1, 2, 3. Bu şekilde yana bir mangizga ko'paytirdik. Oralarga 1, 2 yoki 3 zanjir çeking. Bu şekilde bo'ladi. Bu şekilde to'qib keldim. 1, 2, 3. Mangizimizni boshini berkitamiz. Tepasiga bir mangiz. 1, 2, 3. Yonidan 1, 2, 3. 2 mangizni chiqardik. 3. mangizimizda ipimizni almashtiramiz. 1, 2, 3. 3 mangizni birlashtiramiz. Oq ipimizdan davom etamiz. 1, 2, 3. Hamon pastidan ikkinchi mangizimiz. Keyingi xonadan 3. mangizimiz. 3 mangizni birlashtiramiz. Bu arada mana bu iplarni ozgina tortib qo'yib ketaylik. 1, 2, 3. Hamon pastidan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. Bu şekilde ipimizni almashtiramiz. 3. mangizimizni keyingi xonadan chiqaramiz. Bu şekilde ramashkamiz chiqdi. Oxirida 2 dona mangiz olamiz, ya'ni mangizlarimizni ko'paytirayotganda har zaman oxirida 2 dona mangizni birlashtiramiz. Bu şekilde bir mangizi ko'paygan bo'ldi. Oralariga 2 yoki 3 zanjir çeking. Men zanjirlarni bo'shroq chekyapman, o'shuning uchun 2 zanjir olyapman. Bu şekilde devam etaylik. Gulimiz to'qigandan so'ngra bir qator to'qidim. Undan keyingi qatorlarni ham men to'qidim. Oxirgi qismini ko'rsatib beraman. Har zamon kabi bir dona mangizimizni chiqaramiz. Boshini berkitamiz. Üçlük mangizdan davom etamiz. 1, 2, 3. Keyingi xonadan ham 3. mangizimizni chiqaramiz va 3 mangizni birlashtiramiz. Tepasiga bir mangiz, hamon pastidan ikkinchi mangiz. 3. mangizimizda ipimizni almashtiramiz. 1, 2,
3 va 3 mangizni birlashtiramiz. 1 2 3 hamon pastidan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. Keyingi xonadan 3-mangiz va 3 mangizni birlashtiramiz. Gulimiz bir yaprog'i bo'ldi. 1 2 3 hamon pastidan ikkinchi mangizimiz, 3-mangizda ipimizni almashtiramiz. 1 2 3 bu şekilde. Davom etamiz. Birinchi mangizimiz hamon pastdan ikkinchi, keyingi xonadan 3-mangizimizni chiqaramiz. Oxirida ikkilik mangiz bilan bitiramiz, ya'ni yana bir mangizga ko'paytiramiz. Bu şekilde. 1 2 3 1 2 keyingi xonaga birlashtiramiz. Bu arada bu ipni ham oraga olib ketishni unutmaylik. Bu şekilde bo'ladi. Keyingi qator 2 yashil, 2 oq, takror 2 yashil. Yani 6 mangizga ko'paytirdik. Men videoni uzatishni istamadim. Bir dona mangizni to'qib oldim. Ikkinchi mangizimizni to'qiymiz, ya'ni tepadan qaraganda. Tepasiga bir mangiz, pastdan ikkinchi mangiz va 3-mangizda ipimizni almashtiramiz. Zaten o'zi o'rni bilinib turibdi. Mana bu yerdan 3-mangizimizni chiqaramiz. Bu şekilde. 1 2 3 hamon pastdan 1 2 3 3-mangizda mana bu o'rtadan ipimizni almashtiramiz, ya'ni sariq ipimizdan davom etamiz. Bir, iki, üç. 3 mangizni birlashtiramiz. Bu şekilde. 1 2 3 hamon pastdan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz. 3-mangizda ipimizni almashtiramiz. Bu arada albatta iplerini oraga olib ketishni unutmaylik. Bu şekilde. 3-mangizimizni keyingi xonadan chiqaramiz. Üç mangizni birlashtiramiz. 1 2 3 hamon pastdan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz va 3-mangizda
ipimizni almashtiramiz. Üç mangizimizni birlashtiramiz. Gulimizni 7 mangizga qadar ko'paytirdik. Mana bu setishkasini oxirida ko'rsataman. Ya'ni men oldin ozgina to'qib olganim uchun boshlang'ich ko'paytirayotganda oxirida 2 dona mangiz bilan ko'paytirayotgandik. Kamaytirayotganda boshlanishda 2 dona mangiz bilan kamaytiramiz. Ya'ni 2 mangizni birlashtirib olamiz. 1 2 3. Boshini mahkamlamasdan hamon keyingi xonadan ikkinchi mangizimizni chiqaramiz va 2 mangizni birlashtiramiz. Bu shaklda 1 dona mangiz kamaygan bo'ldi. Bu shaklda tepasiga 1 mangiz, pastdan ikkinchi mangiz, keyingi xonadan 3-chi mangizimizni chiqaramiz va 3 mangizni birlashtiramiz. Bu shaklda tepasiga 1 mangiz, hamon mana bu pastidan ikkinchi mangiz va 3-chi mangizda ipimizni almashtiramiz. 1 2 3. 3 mangizni birlashtiramiz. Mana bundek. 1 2 3. Hamon pastdan ikkinchi mangizimiz, keyingi xonadan 3-chi mangizimiz va 3 mangizni birlashtiramiz. Bu shaklda birinchi mangizimiz, keyingi xonadan ikkinchi mangizimiz, 3-chi mangizimizni keyingi xonadan olamiz, ya'ni ipimizni almashtiramiz. Bu shaklda chechagimiz bitta. 3lik mangiz bilan davom etamiz. 1 2 3. Hamon pastdan ikkinchi mangizimiz, keyingi xonadan 3-chi mangizimizni chiqaramiz va 3 mangizni birlashtiramiz. Oxirida ham ayni shaklda 3lik mangiz bilan bitiramiz. Birinchi mangizimiz, hamon pastdan ikkinchi mangizimiz, oxirgi xonadan 3-chi mangizimizni chiqaramiz. 3 mangizimizni birlashtiramiz. Ya'ni boshlang'icda 2 dona mangizni birlashtirdik. Bu shaklda 1 mangiz kamaydi. Oxirida 3lik mangiz bilan bitiramiz. Mana bu yerga 2li setishkalar qildim orasiga. Quruchoqdagi ipimiz kaltroq bo'ladi. Mana bu ushlagan ipimiz birozgina uzunroq bo'ladi. Ilmog'imizni chiqardik. Orasidan takror
ikkinchi ilmog'imizni chiqaramiz va ikki ilmoqni birlashtiramiz. Mahkamlaymiz. Ipimizni uzatamiz, yana aynı shaklda ikkinchi setishkamizni qilamiz. Bu shaklda bo'ladi. Mana bu yuqoriga to'g'ri yuksalish mangizi edi. Tepasiga birlashtiramiz. Bu shaklda. 7 mangizdan 6 mangiz bo'ldi. Takror kamaytirishga davom etamiz. Boshlang'ich 2 dona mangizni birlashtiramiz. Bu shaklda bir mangiz kamaygan bo'ladi. Bu shaklda. Undan keyin oxiriga qadar uchli mangiz bilan davom etamiz. Tepasiga bir mangiz, hamon pastdan ikkinchi mangiz, keyingi xonada uchinchi mangizimizni chiqardik va 3 mangizni birlashtirdik. Bu shaklda oxiriga qadar davom etaylik. Oxiriga qadar to'qib keldim. Oxirida 3 dona mangizimizni birlashtiramiz. Bu shaklda 6 mangizdan 5 mangizga kamaydi. Mana bu yerdan hisoblaymiz. 1 2 3 4 5. Setishkalarimizni qilishga davom etamiz. Bu shaklda birinchisi, ikkinchi setishkamiz. Mana bu o'rtadagi setishkamizni o'rtasiga birlashtiramiz. Bu shaklda. Ipimizni uzatamiz. Birinchi setishkamiz. Ipimizni uzatamiz va ikkinchi setishkamizni chiqaramiz. Keyingi qatorda to'qishga davom etamiz. Birinchi mangizimiz, keyingi xonadan ikkinchi mangizimiz va 2 mangizni birlashtiramiz. Undan so'ngra uchlik mangizlardan davom etamiz. Bu shaklda. Bu shaklda to'qib keldim. Chekkasini ko'rsatib beraman. Oxirida yuqoridan qaraganda 4 dona mangiz qolgunga qadar to'qiymiz. Ya'ni bu chichagimizdan keyin 2 qator to'qildi hisob. Chekkasini ko'rsatib beraman. Bu shaklda. Setishkamizni chiqaramiz bir dona. Bu shaklda. Keyingi xonadan bir mangiz. 1 2 3. İkisini birlashtiramiz. Tepasiga 1 2 3 dona zanjirimizni chekamiz. Ya'ni gulimizni bir yaprog'i bo'ldi. Ikkinchi yaprog'i 1 2 3 va uchinchi yaprog'ini ayni xonaga birlashtiramiz. Ipimizni uzatamiz va bir dona setishka chiqaramiz. Mana bu yuqoridagi xonaga birlashtiramiz. Bu shaklda. Ipimizni uzatamiz, ikkinchi setishkamizni qilamiz. Takror mana bu yuqoridagi xonaga birlashtiramiz. Ya'ni bu yerdan mangiz chiqaramiz.
mangiz bilan ikkisini birgalikda birlashtiramiz. 1 2 3 1 2 3 Gülümüzün yaproqlarini qilamiz. Bu şekilde ipimizni uzatamiz. Birinchi setishga mana bu tepadagi xonaga birlashtiramiz. Oxirgi setishkamizni chiqaramiz va mana bu boshlang'ichdagi chechak boshiga, mana bu o'rtasiga birlashtiramiz. Bu şekilde bitirdik. İpimizni uzamiz. Bu şekilde machalkamizni to'qib bitirdik. Yana bir videoni yakuniga keldik. Sizlar bilan takror yangi videolarda ko'rishguncha sog' va omon qoling. Allohga omonat bo'ling.